sushka paytida odam asabiy bo'lib qoladi. Chunki doimiy ochlik odamni asabiy qilib qo'yadi. Asabiy xohlaydimi yo'qmi tarang bo'ladi. Yarimta gap kam, bitta gap ko'p bo'lib qoladi. Mana shunaqa vaqtlarda men o'zi ogohlantirganman. Asabiy bo'lib qolaman. Misol uchun ozgina narsaga asabim buzilishi mumkin deb tushuntirib eslatib qo'ygan bo'lsam ham baribir ba'zida shunaqa asabim buzilgan vaqtda odamlar xafa bo'ladi. Bu men o'zim nima deydi, xarakterimni ko'rsatib, kibrdan yoki boshqa narsadan emas, shunchaki odam o'zi asabi tarang bo'lib qoladi ochlik paytida. Ayniqsa, misol uchun trenirovkadan keyingi vaqtlarda o'zi qorning och, trenirovkaga kelding, og'ir trenirovka qilding, undan keyin chiqding, energiyang minimalniy darajada, mana shu vaqtda qanaqadir ortiqcha suhbatlar, g'alati savollar odamga shunchaki yoqmaydi. O'sha payti ozgina sal noto'g'ri gapirsang, odamlar xafa bo'lib qoladi. Hattoki sen bu narsa haqida ogohlantirgan bo'lsang ham. Shuning uchun inson aqli bilan tushunishi mumkin, sen nima orqali, nimadan, qanaqa vaziyatdan o'tayotganingni tushunishi mumkin, lekin inson o'zi tanasida his qilib ko'rmagan to'laqonli oxirigacha tushunmaydi. Bu holatda faqatgina shu yo'lda bosib o'tgan odamlar to'laqonli tushunadi. Ya'ni sportsmenlar, atletlar, musobaqaga tayyorlangan odamlar.